Beshinchi mavzu. Tadbirkorlik faoliyati va kichik biznes tushunchasi va ularning mohiyati. Birinchi. Tadbirkorlik tushunchasi, biznes va tadbirkorlikning umumiy jihatlari. Korxonalarni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish iqtisodiy islohotlarning yetakchi bo'g'inidir. Xususiylashtirish natijasida demokratik jamiyatning ijtimoiy zaminini tashkil qiluvchi xususiy mulkchilik qatlami shakllanib bordi. Ularning ichida tadbirkorlik alohida o'rin tutib, bu faoliyat tufayli mulkchilikning turli shakllari iqtisodiy jihatdan amalda harakatga keladi hamda o'z egasiga daromad keltiradi. Bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyotda tadbirkorlik layoqati iqtisodiy resurs hisoblanib, inson omilining tarkibiy qismini tashkil etadi. Tadbirkorlik faoliyatining mohiyati, maqsadi va bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida amal qiladigan shakllarni batafsil bayon etish, tadbirkorlik kapitalining mazmunini va uning harakat shakllarini tahlil qilish, kapital harakatida vujudga keladigan jarayonlar va uning namoyon bo'lishini, shuningdek, kapitalning aylanish tezligi va undan foydalanish samaradorligini oshirish masalalarini yoritish asosiy vazifasi bo'lib hisoblanadi. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishini rag'batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shunga ko'ra, xususiy mulk huquqi va kafolatlarni ishonchli himoya qilishni ta'minlash, xususiy tadbirkorlik va kichik biznes rivoji yo'lidagi barcha to'siq va cheklovlarni bartaraf etish, unga to'liq erkinlik berish. Agar xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va kuchli bo'ladi degan tamoyilni amalga oshirish borasidagi tadbirlarga alohida e'tibor qaratilgan. Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy faoliyatning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatining yagona ta'rifi mavjud emas. Bir iqtisodiy manbada keltirilgan ta'rif boshqa bir manbadagi ta'rifga muvofiq kelmasligi mumkin. Hozirgi paytda turli ilmiy nazariy adabiyotlarda tadbirkorlik faoliyati va biznes xususida uning yo'nalishlari, tamoyillari, huquqiy iqtisodiy jihatlari to'g'risida ko'plab olimlarning fikrlari, mulohazalari keng o'rin egallamoqda. Tadbirkorlik faoliyati yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan mulkiy mas'uliyat ostida mavjud qonunlar doirasida daromad, foyda olish maqsadida tahlika bilan amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyatdir. Ularda ko'pincha tadbirkorlik faoliyati va biznesni bir xil tushuncha sifatida talqin qilinmoqda. Haqiqatdan ham bozor iqtisodiyoti subyektlari xo'jalik faoliyatida tadbirkorlik va biznes tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, amaliy jihatdan bir-birining o'rniga ishlatilishi mumkin. Ammo tadbirkorlik va biznes tushunchasini iqtisodiy ta'sir qilish sohalari nuqtai nazaridan qaraganimizda aynan bir xil tushuncha deb hisoblab bo'lmaydi. Kundalik hayotda aksariyat hollarda biznes so'zini tijorat, savdo kabi tushunchalarning sinonimi sifatida talqin qiladilar. Ko'pchilik hollarda esa tadbirkorlik va biznes, tijorat va marketing tushunchalarini bir xil faoliyat sifatida baholanayotganligining guvohi bo'lamiz. Biznes bu avvalo ishlab chiqarishni tashkil etish, iqtisodiy faoliyat va munosabatlar, pul ishlash demakdir. Biznesmen so'zi birinchi marotaba Angliya iqtisodiyotida 18-asrda paydo bo'lib, u mulk egasi degan ma'noni bildirgan. Jumladan, Adam Smith tadbirkorlikni mulk egasi sifatida ta'riflab, uni foyda olish uchun qandaydir tijorat g'oyasini amalga oshirish maqsadida iqtisodiy tavakkalchilikka boradigan kishidir deb ta'kidlaydi. Tadbirkorlikning o'zi o'z ishini rejalashtiradi, ishlab chiqarishni tashkil etadi, mahsulotni sotadi va olgan daromadiga o'zi xo'jayinlik qiladi. Tadbirkor nimalarni bilishi lozim? U eng avvalo
tadbirkorlik faoliyatini qanday amalga oshirishni, qanday sharoitda amaliy harakat qilishni, tadbirkor oldida uchraydigan to'siqlarni hal qilish yo'llarini va qanday yutuqlarga erishishni bilishi kerak. Tadbirkor ishlab chiqarishni tashkil etishni hamda mahsulotni sotishni bilishi kerak. U bozor munosabatlari sharoitida yuzaga keladigan aniq sharoitlarni baholashni va to'g'ri yo'l tanlashni bilishi kerak. Har bir tadbirkor faqat o'z kuchiga, bilimiga va zakovatiga ishonishi va suyanishi lozim. Hozir jahonda ishlab chiqaruvchi kuchlar darajasi va o'ziga xos tomonlarining beqiyos darajada bir-biriga qo'shilib ketishi kuzatiladi. Ishlab chiqaruvchi kuchlarning ijtimoiy, umumdavlat maqsadlarida foydalanadigan va nihoyat jamoa, guruh, xususiy va shaxsiy maqsadlarda ishlatiladigan turlari mavjud. Shunga mos ravishda tadbirkorlikning turli-tuman davlat, jamoa, shaxsiy, xususiy, aralash va boshqa xosla shakllari rivojlanadi. Ikkinchi, tadbirkorlikning asosiy turlari. Aksionerlik jamiyati. Hozir jahonning ko'pchilik mamlakatlarida davlat tadbirkorligi mavjud bo'lib, ularda milliy daromadning 40% dan 60% gacha davlatlar ulushiga to'g'ri keladi. Davlat korxonalari ko'pincha mamlakat iqtisodiyoti uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan yoki katta kapital qo'yilmalar talab qiladigan tarmoqlarda tuzilmoqda. Masalan, Angliyada davlat sektori qora metallurgiya, ko'mir qazib chiqarish, agrokosmik sanoat, aloqa vositalari, temir yo'l transporti, elektr va gaz bilan ta'minlash kabi sohalarni qamrab oladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat korxonalari milliylashtirilgan chet el kompaniyalari bazasida asosan sanoatning konchilik tarmoqlarida tashkil etiladi. Rivojlanayotgan va rivojlangan ko'pchilik mamlakatlarda davlat kompaniyalari sanoat firmalari orasida peshqadam hisoblanadi. Turli mamlakatlarda davlat korxonalarining huquqiy maqomi turli tumanligi bilan ancha farqlanadi. Yuqorida ko'rib o'tilgan sharoitlar asosida davlat korxonalarini 3 ta guruhga bo'lish mumkin. Byudjet korxonalari, davlat ishlab chiqarish korxonalari, aralash kompaniyalar. Huquqiy va xo'jalik mustaqilligiga ega bo'lmagan korxonalar byudjet korxonalariga kiradi. O'zlarining holati bo'yicha ular davlatning ma'muriy boshqarish tizimiga kiradi va biron bir vazirlik, mahkama yoki mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlariga bevosita bo'ysunadi yoki ularning tarkibiy qismi hisoblanadi. Davlat ishlab chiqarish korxonalari bu korxonalarning ancha keng tarqalgan tashkiliy, huquqiy shaklidir. Ular alohidalashgan mol-mulkka ega bo'lib, xo'jalik faoliyati bilan birga davlat tomonidan belgilangan doirada boshqarish va tartibga solish vazifalarini ham bajaradi. Ya'ni davlat korporatsiyalari o'zida tijorat korxonalari va davlat organlari belgilarini mujassamlashtiradi. Aralash kompaniyalar. Hissadorlik kompaniyalari va majburiyatlari cheklangan shirkatlar shaklida tashkil qilinib, aksiyalari davlatga va xususiy omonatchilarga taalluqli bo'ladi. Aralash kompaniyalar hissadorlik jamiyatlari to'g'risidagi qonun asosida ish yuritadi va yuridik shaxs hisoblanadi. Xo'jalik faoliyatida xususiy firmalar bilan barobar tijorat asosida qatnashadi. Shu bilan birga ular xususiy firmalarga nisbatan ma'lum imtiyozlardan foydalanadi. Bu imtiyozlarga davlat tomonidan moliyaviy yordam va dotatsiyalar berish, chet el litsenziyalarini yengil shartlar bilan olish, boshqa davlat korxonalaridan xom ashyo va yarim fabrikatlarni qat'iy belgilangan narxlarda olish, ishlab chiqargan mahsulotni sotish uchun bozor bilan ta'minlanganlik va shu kabilar misol bo'la oladi. Iqtisodiy kategoriya sifatida korxona ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlarini tashkil qilishning asosiy birlamchi bo'g'ini hisoblanadi. Huquqiy nuqtai nazardan korxona deganda yuridik shaxs huquqiga ega bo'lgan mustaqil xo'jalik yuritish subyekti tushuniladi. Ular o'ziga biriktirilgan mol-mulkdan foydalanish asosida mahsulot ishlab chiqaradi va sotadi, ishlarni bajaradi va xizmatlar ko'rsatadi.
Korxonalarning mulkchilik mavqeidan tashqari xilma-xil tashkiliy huquqiy shakllari ham mavjud bo'ladi. Korxonalar xo'jalik jamiyatlari va shirkatlari, ishlab chiqarish kooperativlari, jamoa korxonalari, ijara korxonalari, xo'jalik birlashmali shakllarda tuzilishi mumkin. Kooperativ tadbirkorlik jamoa tadbirkorligining alohida shakli bo'lib, jamoa mulkiga asoslanadi va kooperatsiya a'zolarining uning faoliyatida o'z mehnati bilan ishtirok etishini taqozo qiladi. Kooperativ mulkchilikka asoslangan tadbirkorlikning asosiy belgilari quyidagilardan iborat. Ishlovchilarning ishlab chiqarish vositalari bilan bevosita qo'shilishi. Xususiy mulkchilikda bunday qo'shilishda mulkdor, davlat mulkchiligida esa davlat vositachi hisoblanadi. Kooperatsiya a'zolarining ishlab chiqarish vositalaridan keng foydalana olishi. Ularning iqtisodiy jihatdan teng huquqliligi. Jamoaning o'z-o'zini boshqarishni amalga oshirishi. Jamoa va shaxsiy manfaatlar uyg'unligi yuzaga kelishi va hokazo. Xususiy tadbirkorlik alohida shaxs yoki korxona tomonidan xususiy tashabbus asosida tashkil qilinadi. Tadbirkorlikning bu shaklida mulk va ishlab chiqarish natijalari xususiy shaxslarga tegishli bo'lib, ishlab chiqarishni tashkil qilish yollanma mehnatga asoslanadi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik shaxsiy mulkka asoslanadi. Ishlab chiqarishni tashkil qilish o'zi yoki oila a'zolari mehnati asosida amalga oshiriladi. Shaxsiy korxona egasi uning menejeri ham hisoblanib, korxonaning barcha majburiyatlari uchun shaxsiy javobgar bo'ladi. Xo'jalik huquqi nuqtai nazardan yakka tartibdagi tadbirkorlik huquqiy shaxs hisoblanmaydi. Shu sababli uning egasi cheklanmagan mas'uliyatga ega bo'lib, faqat fuqarolardan olinadigan daromad solig'ini to'laydi. Bu odatda xizmat ko'rsatish sohasidagi korxonalar, dehqon xo'jaliklari, huquqshunos, vrach, advokat kabi turli malakali mutaxassislar xizmati tashkil qilingan tadbirkorlikdir. Faqatgina 2016-yilning o'zida yurtimizda 29 mingdan ziyod kichik biznes subyekti ish boshladi. Ushbu sektorda faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarning umumiy soni yil oxiriga kelib 290 mingga yetgan. Hozirgi kunda kichik biznes subyektlari yalpi ichki mahsulotning qariyb 56.9% ishlab chiqarmoqda. Holbuki 2000-yilda bu ko'rsatkich 30% tashkil etgan edi. Bunday natija birinchi navbatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik davlat tomonidan doimiy qo'llab-quvvatlanayotgani samarasidir, deb alohida ta'kidlashi mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga yangi bosqichlarga ko'rsatishni nazarda tutadi. 2016-yilda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasi barqaror rivojlandi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning soliq yukini yanada kamaytirish, mikrofirma va kichik korxonalar uchun yagona soliq to'lovining 10% dan 8% ga, 2016-yildan boshlab esa 5% ga tushirilishi, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkalarining kamaytirilishi va ayni paytda uni hisoblash tartiblarining takomillashtirilishi tadbirkorlik, kichik va xususiy biznesni izchil rivojlantirish uchun kuchli rag'batlantiruvchi omillar yaratdi. Mamlakatimizdagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining tashqi iqtisodiy faoliyatdagi ishtiroki ham yildan yilga kengayib bormoqda. Respublikamiz mustaqilligining dastlabki yillarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari umuman eksport faoliyatida ishtirok etmagan bo'lsa, 1996-yilga kelib bu ulush 2,5% ni tashkil etgan. Mazkur ko'rsatkich 2016-yilda 28,3% ga yetdi. Oltinchi bob. Iqtisodiy faoliyat va uning samaradorligi. Sarf xarajatlar va foyda. Kishilik jamiyatida ehtiyojlar turli tuman bo'lganligidan, ularni qondirish ham turlicha yo'llar bilan amalga oshiriladi. Lekin baribir bu ish iqtisodiy faoliyatni talab qiladi. Iqtisodiy faoliyat deganda inson
tirikchiligini ta'minlash usullari va vositalari majmui tushuniladi. Iqtisodiy faoliyat ishlab chiqarishdan boshlanadi. Yaratilgan mahsulotlarni ayirboshlash orqali iste'mol etish bilan tugallanadi. Uning asosiy bo'g'ini ishlab chiqarish, ya'ni har xil mahsulot va xizmatlarni yaratishdir. Mehnat yaratgan ne'matlar iqtisodiy ne'matlar deyiladi. Ular tabiatdagi tekin ne'matlar, havo, quyosh nuri, suvdan farq qiladi. Mahsulotlarni ayirboshlash va ularni iste'moli tijorat yoki bo'lmasa ishlatilishi ham iqtisodiy faoliyat tarkibiga kiradi. Ishlab chiqarish, tijorat, savdo-sotiq orqali iste'mol bilan bog'lanadi. Iqtisodiy faoliyat turlari xilma-xil, lekin ular bir-birini albatta taqozo etadi. Ishlab chiqarish bo'lmasa, kishilar yashay olmaydi. Ammo kishilar yaratgan mahsulotlarini o'zaro ayirboshlash orqali iste'molni qondiradilar. Bir-birlariga kerakli mahsulotlarni yetkazib beradilar. Kishilar o'z ehtiyojini qondirmasa, ish qobiliyatini tiklay olmaydilar. Binobarin, iste'molsiz ishlab chiqarish ham bo'lmaydi. Ishlab chiqarish turlari g'oyat ko'p. Hozir dunyoda 25 million xil mahsulot va ularning butlovchi qismlari va detallari yaratiladi. Aholi minglab xil xizmatlar ko'rsatiladi. Ishlab chiqarish birlamchi faoliyat sifatida ikki turga bo'linadi. Birinchi, moddiy ishlab chiqarish. Aniq moddiy shaklga ega mahsulotlarni, masalan, iste'mol buyumlari, yoqilg'i, xomashyo material, mashina va uning uskunalari yaratish, shuningdek, moddiy sohaga xizmatlar ko'rsatish. Bunga sanoat, qishloq xo'jaligi, yuk transport, qurilish, ombor xo'jaligi, aloqa kiradi. Ikkinchi, nomoddiy ishlab chiqarish. Moddiy shaklga ega bo'lmagan, qo'l bilan ushlab his etilmaydigan, ammo nafi bor xizmatlar ko'rsatish. Masalan, shifokor yoki o'qituvchi xizmati moddiy ko'rinishda emas, lekin u hammaga zarur. Nomoddiy ishlab chiqarishga madaniyat, xalq ta'limi, sog'liqni saqlash, jismoniy tarbiya va sport kabi sohalar kiradi. Ayirboshlash faoliyatida mahsulotlar va xizmatlar yaratilmaydi, balki ular ma'lum miqdoriy nisbatda bir-biriga almashtiriladi. Bu jarayon ikki xil kechadi. Biri mahsulot ayirboshlash, ikkinchisi tovar ayirboshlash. Bir mahsulotning boshqasiga pul vositasida va ma'lum narx asosida, ya'ni oldi-sotdi yo'li bilan ayirboshlanishi tovar ayirboshlash deyiladi. Tovar ayirboshlash barterdan farqliroq, tovarni oldin pulga, so'ngra pulni kerakli boshqa tovarga ayirboshlashni bildiradi. U hammabob, ya'ni universal ayirboshlashdir. Bu jarayonda pul ishtirok etadi. Pulga xohlangan tovarni xohlagan joyda sotib olish mumkin bo'ladi. Iste'mol mahsulotni amalda, ya'ni ehtiyojni qondirish uchun ishlatish demakdir. Mahsulotlar birinchidan tirikchilik uchun kishilarning o'zlari tomonidan iste'mol etiladi, ikkinchidan ishlab chiqarishni davom ettirish uchun uning o'zida ishlatiladi. Iste'mol faoliyat sifatida yakka, oilaviy, guruhiy yoki umummilliy iste'mol tarzida yuz beradi. Masalan, ko'ylakni har bir kishi yakka tartibda kiyadi. Televizor, gilam yoki mebel oilaning birgalikdagi iste'molida bo'ladi. Maktab, kasalxona yoki bolalar bog'chasida asbob anjom va jihozlar ham birgalikda ishlatiladi. Armiya, xavfsizlik xizmati yoki boshqa ma'muriy tashkilotlar xizmatidan ayrim kishilar yoki guruhlar emas, balki butun xalq bahramand bo'ladi. Xullas, mahsulotlar va xizmatlar har xil yo'sinda iste'mol etiladi. Ammo bundan qat'iy nazar, ular iste'mol etilgach yana qayta yaratilishi lozim. Demak, shunday qoida mavjud. Ya'ni cheksiz ehtiyojni qondirish uzluksiz iqtisodiy faoliyatni talab qiladi. Iqtisodiy faoliyat yoki iqtisodiy kishilarning ma'lum maqsad yo'lidagi xatti-harakatini bildiradi. Uning ishtirokchilari ayrim kishilar, oila yoki korxona. Ishlab chiqarish jarayoni kishilik jamiyatining amal qilishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy
ne'matlarni yaratishga qaratilgan maqsadga muvofiq faoliyatdir. Ishlab chiqarishning tarkibiy tuzilishi muhim ahamiyat kasb etadi. U turli sohalar, bo'linmalar, yaratilayotgan mahsulotlar va ko'rsatilayotgan xizmatlar turlarini ifodalaydi. Eng avvalo, ishlab chiqarishni moddiy ishlab chiqarish va nomoddiy ishlab chiqarish sohalariga ajratish lozim. Aytganimizdek, iqtisodiy faoliyat ishlab chiqarishdan boshlanadi. Har qanday ishlab chiqarishda ikki omil, shaxsiy insoniy omil va moddiy ashyoviy omil ishtirok etadi. Shaxsiy insoniy omil bu mehnat qilish qobiliyatidan iborat bo'lmish ish kuchi va uning faoliyat kesimidir. Shaxsiy insoniy omil mehnatga layoqatli aholi, uning jismoniy va aqliy qobiliyati, bilim va saviyasi, malaka va mahoratidir. Mazkur aholi O'zbekistonda 2015-yilda 31,6 million kishini tashkil etdi. Bu omil insoniy qobiliyat bo'lgani sababli inson shakli bilan birgalikda undan ajramagan holda namoyon bo'ladi va inson shaxsida gavdalanadi. Omillarning birikishi tufayli olingan mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishning natijasi hisoblanadi. Ishlab chiqarishda yaratilgan mahsulot ikki turga bo'linadi. Birinchisi natural mahsulot bo'lib, uni ishlab chiqaruvchining o'zi iste'mol qiladi. Bu mahsulot ayirboshlash uchun bozorga chiqarilmaydi. Masalan, fermer hududida yetishtiriladigan donning bir qismi natural mahsulot bo'lib, xo'jalikning o'zida molga yem uchun yoki fermer oilasiga oziq-ovqat uchun ishlatiladi. Ikkinchisi tovar shaklidagi mahsulot bo'lib, ishlab chiqaruvchining o'z iste'moli uchun emas, balki bozorda sotish uchun yaratiladi. Mahsulotni bozorda oldi-sotdi qilish uchun ishlab chiqarish deb yuritiladi. Mana shu tovar ishlab chiqarish bozor iqtisodiyotining aks asosidir. Bozor uchun bozorda sotish uchun chiqarilgan mahsulot va xizmatlar tovar deyiladi. Tovarning ikki xil xususiyati bor. Birinchidan, u kishilarning hayotiy ehtiyojini qondirib, ularga naf keltiradi. Ikkinchidan, u boshqa tovarlarga almasha olish xususiyatiga egaki, bu uning almashuv qiymati deyiladi. Tovarning yaratilishidan tortib, to u iste'mol etilgungacha bo'lgan jamiki mehnat sarfi tovarning qiymatini tashkil etadi. Samaradorlikning iqtisodiy mazmuni sifatida har doim ishlab chiqarishning pirovard natijasi bilan unga avanslangan resurslar, mablag'lar yoki qilingan xarajatlar o'rtasidagi nisbat tushuniladi. Lekin turli ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar sharoitida shu jamiyatning maqsadidan kelib chiqib, samaradorlikning muammosining tub mohiyati o'zgaradi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarishning asosiy maqsadi foyda olishga qaratilganligi sababli har bir iqtisodiy subyekt ko'proq foyda olishga intiladi. Shuning uchun ham ishlab chiqarish samaradorligi olingan foydaning ishlab chiqarish sarflangan resurslar qiymati nisbati bilan aniqlanadi. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning manba va usullarini tavsiflovchi umumiy iqtisodiy qonunlardan biri vaqtni tejash qonuni hisoblanadi. Vaqtni tejash qonuni ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanib borishi bilan jamiyat tomonidan hayotiy ne'matlar birligini yaratishga sarflanayotgan vaqtning qisqarib borishini ifodalovchi umumiy iqtisodiy qonun. Vaqtni tejash qonuni namoyon bo'lishining aniq shakli bo'lib, quyidagilar hisoblanadi. Birinchi, mehnat unumdorligining o'sishi. Ikkinchi, mashina va jihozlardan foydalanishning yaxshilanishi. Uchinchi, ishlab chiqarish material sig'imining pasayishi va to'rtinchi, xo'jalik nisbatlarining optimallashuvi. Bundan ko'rinadiki, ishlab chiqarish samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlardan biri mehnat unumdorligidir. Mehnat unumdorligi deb ishchi kuchining vaqt birligi mobaynida mahsulot yaratish qobiliyatiga aytiladi. Korxonalarning faoliyatiga baho berishda sotilgan mahsulotlarning hajmi, ularga qilingan sarf-xarajatlar va foyda tushunchalaridan keng foydalaniladi. Korxonalarda tovar va xizmatlarni sotishdan olingan mablag'lar ularning pul tushumlari yoki pul daromadlari deyiladi.
Tannarx bu mahsulotning har bir birligini ishlab chiqarish uchun sarflangan xarajatlarning puldagi ifodasidir. Xarajatsiz hech qanday iqtisodiy faoliyat yuz bermaydi. Binobarin, foyda topish ham mumkin emas. Tadbirkorlar orasida xarajatsiz harakatning natijasi nolga teng degan hazil mutoyiba yuradi. Bu gapning tagida chuqur ma'no bor. Ishlab chiqarish albatta resurslarni talab qiladi. Resurslarni esa hech kim tekinga bermaydi. Ularni tadbirkor sotib olishi kerak. Firma o'z faoliyatini yuritish uchun tashqaridan resurslar sotib oladi va pullik xizmatlardan foydalanadi. Shuningdek, firma ilgari sotib olingan resurslarni binolar, mashina, stanok, asbob-uskunalarni ham ishlatadi. Ularga ham ilgari xarajatlar qilingan. Bundan tashqari, firma ijara haqi, banklardan olgan qarzi uchun foiz to'lab turadi. Shu boisdan xarajatlar tashqi va ichki xarajatlarga bo'linadi. Tashqi xarajatlarga ish kuchi, xomashyo, yoqilg'i, energiya, sotib olish, transport, aloqa va boshqa xizmatlar uchun, shuningdek, soliq uchun to'langan pul kiradi. Binolar, asbob-uskunalar, ijara haqi va boshqa sarflarning hammasi ichki xarajatlarda hisoblanadi. Xarajatlarga bulardan tashqari tadbirkorning me'yordagi foydasi ham kiradi. Shunday qilib, xarajatlar o'zining kelib chiqish manbalariga qarab har xil sarflardan iborat bo'ladi. Doimiy va o'zgaruvchan xarajatlarning yig'indisi umumiy xarajatlar deyiladi. Iqtisodiyotda xarajatlarning umumiy miqdori emas, ularning samarasi muhim. Agar xarajatlarga nisbatan yaratilgan mahsulotlar tezroq o'ssa, ish samarali bo'ladi. Shu boisdan o'rtacha xarajatlarning ahamiyati katta. O'rtacha xarajat mahsulot birligiga sarflangan xarajatdir. Me'yoriy xarajatlar. Iqtisodiyotda me'yoriy xarajatlar degan tushuncha ham bor. Me'yoriy xarajat deganda qo'shimcha ravishda mahsulot birligini ishlab chiqarish uchun ketgan qo'shimcha xarajat tushuniladi. Umumiy xarajatlardagi qisqa muddatli siljishlar faqat o'zgaruvchi xarajatlar hisobiga yuz beradi. Ularni oshirish yoki qisqartirish hisobidan ishlab chiqarish hajmi o'zgaradi. Masalan, bosmaxona kitobni ko'proq bosib chiqarishi uchun qog'oz, bo'yoq, karton, yelim, ip va elektr energiyasi sarfini kuchaytirish kerak. Bunda mashinalarni ko'paytirmasdan ularning ishlash soati oshiriladi. Sarflarni qisqa vaqt o'zgartirish uchun resurslarni sotib olib, korxonaga keltirishning o'zi kifoya. Bu esa uzoq vaqt talab etmaydi. Lekin bu yo'l bilan mahsulot hajmini oshirishning cheki bor. Firmalar tobariga talab oshgan kezlarda ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun uzoq muddat talab etadigan ham doimiy, ham o'zgaruvchan xarajatlarni ko'paytirish zarur. Yana bosmaxona misoliga qaytsak, kitobning bozori chaqqon bo'lib, uni sotishga ko'proq tashlash uchun o'zgaruvchi xarajatlarni oshirish kifoya qilmaydi. Buning uchun yangi sexlar va omborlar qurish, yangi harf teradigan, bosadigan va muqovalaydigan mashinalarni o'rnatish kerak bo'ladi. Albatta, uzoq muddatli o'zgarishlar vaqti bir xil emas. Masalan, yangi konni ochib, uni texnika bilan jihozlashga ko'p vaqt, bosmaxona uchun yangi sex qurib, uni jihozlashga oz vaqt talab etiladi. Unumdorlikni oshirish rezervlari ichki imkoniyati tugagach, uning pasayishiga qarab xarajatlar ortib boradi. Narx o'zgarmagan sharoitlarda xarajatlarning ortishi foydani qisqartiradi. Foydani oshirish zarurati esa mehnat unumdorligini ko'tarish choralarini talab qiladi. Bu choralar joriy etilgach, unumdorlik yana ortib, xarajat pasayishiga moyil bo'ladi. Unumdorlikning o'zgarishi vaqti bilan bo'lib turadigan. Shunga yarasha xarajatlar ham o'zgarishi vaqti bilan bo'lib turadigan. Shunga yarasha xarajatlar ham o'zgarib turadi. Tadbirkor foyda bermaydigan ishga qo'l urmaydi. Binobarin sarf xarajat ham qilmaydi. Xarajat qilish foyda
ko'rishning sharti, vositasidir. Foyda ishbilarmonlik qobiliyatini ishga solib, xatarli ishga qo'l urgani uchun tadbirkorlarga tegadigan mukofotdir. Biroq korxonaning pul tushumlari uning faoliyatining samaradorligiga baho bera olmaydi, chunki bu pul tushumlari qanday xarajatlar evaziga olinganligini aks ettirmaydi. Shunga ko'ra, pul tushumlarining xarajatlardan ajratib olingan qismi foyda muhim o'rin tutadi. Korxona pul daromadlaridan barcha xarajatlar chiqarib tashlangandan keyin qolgan qismi foyda deb yuritiladi. Ayrim adabiyotlarda bu iqtisodiy foyda deb ham yuritiladi. Foydaning tarkib topishi ikki bosqichdan o'tadi. Birinchi bosqichda foyda ishlab chiqarish jarayonida yangi qiymatning yaratilishi chog'ida vujudga keladi. Yangidan yaratilgan qiymat tarkibidagi qo'shimcha qiymat foydaning asosiy manbai hisoblanadi, biroq u aniq foyda shaklida namoyon bo'lmaydi. Ikkinchi bosqichda ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan foyda tovarlarni sotilgandan so'ng olingan pul daromadi bilan xarajatlarning farqi ko'rinishida to'liq namoyon bo'ladi. Demak, tovar va xizmatlar sotilganda ularning umumiy qiymati pul daromadlariga, undagi qo'shimcha mahsulot esa foydaga aylanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, foydaning haqiqiy manbai qo'shimcha mahsulot yoki qo'shimcha qiymatdir. Foydaning ham ikki turi bor. Me'yoriy, normal foyda tabiatan tadbirkorlik faoliyati uchun olinadigan haq hisoblanadi va xarajatlar tarkibiga kiradi. Tovarlar eng past narxda, ya'ni xarajatga teng narxda sotilganda ham tadbirkor me'yoriy foydani oladi. Iqtisodiy foyda, sof foyda deb ham yuritiladi. Miqdoran tovar va xizmatlarni sotishdan tushgan pul daromad bilan xarajatlar o'rtasidagi farqqa teng bo'ladi va tovarlar xarajatlaridan yuqori narxda sotilganda hosil bo'ladi. Iqtisodiy foydani tadbirkor va uning sheriklari o'zlashtiradi. Sof foyda firma faoliyatining umumlashgan yakuniy ko'rsatkichidir. Sof foydaga qarab firma ishiga baho bersa bo'ladi. Foydaning turlari ko'p. Faoliyat turiga qarab ishlab chiqarish, tijorat, bank foydasi kabilarni ko'rsatish mumkin. Ishlab chiqarish faoliyatida olinadigan foydadan farqliroq, savdo-sotiq ishlarida tijorat foydasi bilan birga omad foydasi ham bor. Bozordagi narxlarning o'zgarishi tufayli olinadigan foyda omad foydasi deyiladi. Bu foyda xarajatlarga bog'liq bo'lmaydi. Uni narxda kutilmagan o'zgarishlar yuzaga keltiradi. Sakkizinchi bob. Raqobat nazariyasi. Raqobat bozor iqtisodiyotining va tovar xo'jaligining eng muhim belgisi, uni rivojlantirish vositasi hisoblanadi. Raqobatning iqtisodiy mazmunini tushunib olish uchun unga turli tomondan yondashish talab etiladi. Mustaqil tovar ishlab chiqaruvchilar korxonalar o'rtasidagi raqobat tovarlarni qulay sharoitda ishlab chiqarish va yaxshi foyda keltiradigan narxda sotish, umuman iqtisodiyotda o'z mavqeini mustahkamlash uchun kurashdan iborat. Bunda ular kerakli ishlab chiqarish vositalari, xomashyo va materiallar sotib olish, ishchi kuchini yollash uchun ham kurashadi. Ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat pirovardida iste'molchilarni o'ziga jalb etish uchun kurashni ham anglatadi. Resurslarni yetkazib beruvchilar o'zlarining iqtisodiy resurslarini yuqori narxlarda sotish uchun raqobatlashadilar. Ishlab chiqaruvchilar va resurslarni yetkazib beruvchilar o'rtasidagi raqobat bozor munosabatlari rivojlangan, iqtisodiyot to'liq erkinlashgan sharoitda yorqin namoyon bo'ladi. Raqobat iste'molchilar o'rtasida ham yuz beradi. Ular tovarlarni qulay va arzon narxlarda sotib olishga harakat qiladilar. Ya'ni har bir sarflangan pul birligi evaziga ko'proq naflilikka ega bo'lishga harakat qiladilar. Arzon va sifatli tovarni sotib olish uchun kurashadilar. Shunday qilib, raqobat ko'p qirrali iqtisodiy hodisa bo'lib, u bozorning barcha subyektlari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ifodalaydi. Raqobat bozor subyektlari iqtisodiy manfaatlarining to'qnashuvidan iborat bo'lib, ular o'rtasidagi yuqori foyda va ko'proq naflilikka ega bo'lish uchun kurashni anglatadi.
Chizmadan ko'rinadiki, ishlab chiqaruvchilar sarflangan xarajatlarning har bir birligi evaziga ko'proq foyda olish maqsadida raqobatlashadilar. Mana shu foyda orqasidan quvish natijasida ular orasida tovarlarni sotish doiralarini kengaytirish, qulay bozorlar, arzon xomashyo, energiya va ishchi kuchi manbalariga erishish uchun kurash boradi. O'z navbatida xaridorlar, ya'ni iste'molchilar sarflagan har bir so'm xarajati evaziga ko'proq naflilikka ega bo'lish uchun kurashadilar. Ularning har biri arzon, sifatli tovar va xizmatlarga ega bo'lishga harakat qiladilar. Ishlab chiqaruvchilarning faoliyat ko'rsatuvchi tadbirkor va mulk egasi sifatida erkin va mustaqil bo'lishi raqobatning iqtisodiy asosini tashkil etadi. Chunki har bir mulk egasining o'z manfaati bo'lib, ular shu manfaatga erishish uchun intiladi. Mulk egasining tovar ishlab chiqarish va boshqa barcha sohalardagi faoliyati shu manfaatga bo'ysundirilgan bo'ladi. Bu jihatdan qaraganda raqobat erkin iqtisodiy faoliyat qiluvchi subyektlar manfaatlarining to'qnashuvidan iborat bo'lishi aniq tavsiflanadi. Raqobat mavjud bo'lishining boshqa sharti tovar-pul munosabatlarining ma'lum darajada rivojlangan bozor tizimida amal qilishidir. Raqobatning mazmuni uning vazifalarini ko'rib chiqish orqali yanada kengroq namoyon bo'ladi. Hozirgi bozor iqtisodiyotida raqobatning quyidagi asosiy vazifalarini ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchi, tartibga solish vazifasi. Ikkinchi, resurslarni joylashtirish vazifasi. Uchinchi, innovatsion vazifa. To'rtinchi, moslashtirish vazifasi. Beshinchi, taqsimlash vazifasi. Oltinchi, nazorat qilish vazifasi. Raqobatning tartibga solish vazifasi ishlab chiqarishning talab, iste'molga muvofiqlashtirish maqsadida takliflar ta'sir o'tkazishdan iborat. Aynan shu vazifa yordamida iqtisodiyotda taklifning talab orqali ishlab chiqarish tarkibi va hajmining yakka tartibdagi va ijtimoiy ehtiyojlar orqali belgilanishiga erishiladi. Ya'ni iqtisodiyot bozor qonunlari asosida tartibga solinadi. Raqobatning resurslarini joylashtirish vazifasi ishlab chiqarish omillarini ular eng ko'p samara beradigan korxona, hudud va mintaqalarda oqilona joylashtirish imkonini beradi. Raqobatning innovatsion vazifasi fan-texnika taraqqiyoti yutuqlariga asoslanuvchi hamda bozor iqtisodiyoti subyektlarining rivojlanishini taqozo etuvchi turli ko'rinishdagi yangiliklarning joriy etilishini anglatadi. Raqobatning moslashtirish vazifasi korxona yoki firmalarning ichki va tashqi muhit sharoitlariga ratsional tarzda moslashishiga yo'naltirilgan bo'lib, ularning shunchaki o'zini o'zi saqlab, iqtisodiy jihatdan yashab qolishidan xo'jalik faoliyati sohalarining ekspansiyasi, kengayishiga o'tishini bildiradi. Raqobatning taqsimlash vazifasi ishlab chiqarilgan ne'matlar yalpi hajmi, yalpi ichki mahsulotning iste'molchilar o'rtasida taqsimlanishiga bevosita va bilvosita ta'sir o'tkazadi. Nihoyat, raqobatning nazorat qilish vazifasi bozordagi ba'zi ishtirokchilarning boshqa bir ishtirokchilar ustidan monopolistik hukmronlik o'rnatishiga yo'l qo'ymaslikka yo'naltiriladi. Raqobat kurashining mazmuni to'g'risida to'laroq tushunchaga ega bo'lish uchun uning asosiy shakllari va belgilarini ko'rib chiqish zarur. O'z miqyosiga ko'ra raqobat ikki turga: tarmoq ichidagi va tarmoqlar aro raqobatga bo'linadi. Tarmoq ichidagi raqobat tovar ishlab chiqarish va sotishning qulayroq sharoitiga ega bo'lish, qo'shimcha foyda olish uchun bir tarmoq korxonalari o'rtasida boradi. Har bir tarmoqdagi mavjud korxonalarning texnika bilan ta'minlanish va mehnat unumdorligi darajalari turlicha bo'lganligi sababli ushbu korxonalarda ishlab chiqarilgan tovarlarning individual alohida qiymati bir xil bo'lmaydi. Tarmoq ichidagi raqobat tovarlarning ijtimoiy qiymatini, boshqacha aytganda, bozor qiymatini aniqlaydi va belgilaydi. Bu qiymat odatda o'rtacha sharoitda ishlab chiqarilgan va muayyan tarmoq tovarlarining ahamiyatli qismini tashkil etadigan tovarlarning qiymatiga mos keladi.
Tarmoq ichidagi raqobat natijasida texnika darajasi va mehnat unumdorligi yuqori bo'lgan korxonalar qo'shimcha foyda oladilar va aksincha, texnika jihatidan nojo'ya korxonalar esa ishlab chiqarilgan tovar qiymatining bir qismini yo'qotadilar va zarar ko'radilar. Tarmoqlararo raqobat turli tarmoqlar korxonalari o'rtasida eng yuqori foyda normasi olish uchun olib boriladigan kurashdan iborat. Bunday raqobat kapitallarning foyda normasi kam bo'lgan tarmoqlardan foyda normasi yuqori tarmoqlarga oqib o'tishiga sabab bo'ladi. Yangi kapitallar ham ko'proq foyda keltiruvchi sohalarga intilib, ishlab chiqarishning kengayishiga, taklif ko'payishiga olib keladi. Shu asosda narxlar pasaya boshlaydi. Shu bilan birga foyda normasi ham pasayadi. Kam foyda keltiruvchi tarmoqlardan muayyan miqdordagi kapitalning chiqib ketishi teskari natijaga olib keladi. Bu yerda ishlab chiqarish hajmi o'zgaradi. Tovarlarga bo'lgan talab ular taklif qilinishidan oshib ketadi. Buning oqibatida narxlar ko'tariladi. Shu bilan birga foyda normasi ham oshadi. Natijada tarmoqlararo raqobat obyektiv ravishda qandaydir dinamik muvozanatni keltirib chiqaradi. Bu muvozanat kapital qayerga sarflanganligidan qat'iy nazar, teng kapital uchun teng foyda olinishiga sarflanadigan qat'iy nazar, teng kapital uchun teng foyda olinishiga intilishni ta'minlaydi. Demak, tarmoqlararo raqobat kapital qaysi tarmoqqa kiritilmasin, xuddi shu tarmoq foyda normalarini o'rtacha foyda normasiga baravallashtiriladi. Iqtisodiy adabiyotlarda bir tarmoq ichidagi raqobatning 4 ta shakli alohida ajratib ko'rsatiladi. Sof raqobat, sof monopoliya, monopolistik raqobat va oligopoliyadir. Sof raqobat sharoitida bir xil mahsulot ishlab chiqaruvchi tarmoqda juda ko'p sonli korxonalar mavjud bo'ladi. Yuqori darajada tashkil qilingan bozorda ko'plab sotuvchilar o'zlarining mahsulotlarini taklif qiladilar. Ayni paytda ushbu mahsulot xaridor va iste'molchilarning soni ham juda ko'p bo'ladi. Sof raqobatli bozorda alohida korxonalar mahsulot narxi ustidan nazorat o'rnata olmaydi yoki nazorat sezilarsiz darajada bo'ladi. Chunki har bir korxonada umumiy ishlab chiqarish hajmi uncha katta bo'lmaydi. Shu sababli alohida korxonada ishlab chiqarishning ko'payishi yoki kamayishi umumiy taklifga, demak, mahsulot narxiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Sof raqobat sharoitida yangi korxonalar tarmoqqa erkin kirishi, tarmoqda mavjud bo'lgan korxonalar esa uni erkin tashlab chiqishi mumkin. Xususan, yangi korxonalarning paydo bo'lishi va ularning raqobatli bozorda mahsulotlarini sotishga huquqiy, texnologik, moliyaviy va boshqa jiddiy iqtisodiy to'siqlar bo'lmaydi. Sof monopoliyada tarmoq bitta firmadan iborat bo'lganligi sababli u mavjud mahsulot, xizmatning yagona ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi va yakka hukmronlik shakllanadi. Monopoliya sharoitida firma narx ustidan sezilarli nazoratni amalga oshiradi. Buning sababi oddiy bo'lib, u mahsulot yoki xizmatning yagona ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi va demak taklifning umumiy hajmi ustidan nazorat qiladi. Monopolistik raqobat o'z ichiga ham monopoliya, ham raqobat unsurlarini oladi. Bunda tarmoqdagi bir turdagi mahsulotning o'nlab ishlab chiqaruvchilari bir-birlari bilan qulay narx hamda ishlab chiqarish hajmiga erishish borasida raqobatlashadilar. Biroq ayni paytda har bir ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotlarini tabaqalashtirish, ya'ni shu turdagi boshqa mahsulotlardan qaysi bir jihati, sifat darajasi, shakli, qadoqlanishi, sotish sharoitlari va hokazo bo'yicha farqlantirish orqali uning monopol ishlab chiqaruvchisiga aylanadi. Oligopoliya tarmoqda u qadar ko'p bo'lmagan korxonalarning mavjud bo'lishi va hukmronlik qilinishidir. Bu oligopoliyaning eng muhim belgisidir. Qaysi tovarlar va xizmatlar bozorda nisbatan kam sonli ishlab chiqaruvchilar hukmronlik qilsa, shu tarmoq
oligopolistik tarmoq hisoblanadi. Oligopolistik tarmoq bir xil yoki tabaqalashgan mahsulot ishlab chiqarishi mumkin. Ko'pchilik sanoat mahsulotlari, po'lat, mis, alyuminiy, qo'rg'oshin, temir va shukapalar fizik ma'noda bir turdagi mahsulotlar hisoblanadi va oligopoliya sharoitida ishlab chiqariladi. Iste'mol tovarlari, avtomobillar, kir yuvish vositalari, sigaretlar, maishiy elektr buyumlari va shukapalarni ishlab chiqaruvchi tarmoqlar tabaqalashgan oligopoliya hisoblanadi. Oligopoliya sharoitida korxonalar o'rtasidagi raqobat o'zaro bog'liq bo'ladi. Oligopolistik tarmoqda hech qaysi firma o'zining narx siyosatini mustaqil o'zgartirishga botina olmaydi. Biz qarab chiqqan raqobatning 4 ta shaklining har biri milliy iqtisodiyotda alohida, ya'ni sof holda uchramaydi. Iqtisodiyot sohalarining batafsil o'rganish, cheksiz ko'p, har xil raqobatli vaziyatlar mavjudligi sharoitida ikkita bir xil tarmoqni topish qiyinligini ko'rsatadi. Hozirda turli darajadagi monopolistik tuzilmalar rivojlanib borishi bilan ular o'rtasidagi raqobatning shakllari ham turli ko'rinishlarda namoyon bo'lib bormoqda. Masalan, turli monopollashuv darajasidagi tuzilmalar o'rtasida mavjud bo'lishiga ko'ra, raqobatning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchi, monopollashmagan korxonalar o'rtasidagi raqobat. Ikkinchi, monopoliyalar hamda monopolistik birlashmalarga kirmagan ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat. Uchinchi, turli monopoliyalar o'rtasidagi raqobat. To'rtinchi, monopolistik birlashmalar ichidagi raqobat. Shuningdek, iqtisodiy adabiyotlarda g'irrom va halol raqobatlashuv usullari ham ajratib ko'rsatiladi. Raqobatlashuvning noan'anaviy, jamiyat tomonidan e'tirof etilmagan, ijtimoiy axloq qoidalari doirasidan chetga chiquvchi, noiqtisodiy, ya'ni jismoniy kuch ishlatish, majburlash, raqiblarning obro'siga putur yetkazish va hokazo usullardan foydalanish g'irrom raqobat deb yuritiladi. G'irrom raqobat orqali firmalar o'z raqiblarining tarmoqqa kirib kelishini tajovuzkorona va shafqatsiz bartaraf qilishi mumkin. Banklarni, moddiy resurs ta'minotchilarini kredit va materiallar yetkazib berishdan voz kechishga majburlash, yetakchi mutaxassislarni og'dirib olish, narxni keskin pasaytirish g'irrom raqobatning oddiy usullaridir. Halol raqobat. Halol raqobat kurashida jamiyat tomonidan tan olingan iqtisodiy usullarni qo'llash, o'zining maqsad va manfaatlariga erishishda umumjamiyat manfaatlariga zid keluvchi holatlarni qo'llamaslik kabi qoidalarga asoslanadi. Shu o'rinda halol raqobatning quyidagi belgilarini ham ko'rsatish o'tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Qalbaki bellashuv majburiy safarbarlikni tan olmaydi. Boqimandalik, befarqlik, yuzakchilik, ko'zbo'yamachilik kabi salbiy holatlarga barham beradi. Qarindosh urug'chilikni, oshna og'aynigarchilikni, tanish bilishlikni, ma'muriy buyruqbozlikni tan olmaydi. Raqobat kurashining ikki usuli farqlanadi: narx vositasidagi raqobat va narxsiz raqobat. Narx vositasida raqobatlashuvda kurashning asosiy usuli bo'lib, ishlab chiqaruvchilarning o'z tovarlari narxini boshqa ishlab chiqaruvchilarning shunday mahsulotlar narxiga nisbatan pasaytirishi hisoblanadi. Uning asosiy va eng ko'p qo'llaniladigan ko'rinishi narxlar jangi deb ataladiki, bunda yirik ishlab chiqaruvchilar raqiblarini tarmoqdan siqib chiqarish uchun narxni vaqti bilan yoki uzoq muddat pasaytirib turadi. Bu usulni qo'llash uchun ishlab chiqaruvchi boshqa raqiblariga qaraganda unumliroq texnologiyani kiritishi, malakaliroq ishchilarni yollashi va ishlab chiqarishni yaxshiroq tashkil qilish kerak bo'ladi. Faqat shundagina tovarning individual qiymati bozor qiymatidan past bo'lib, ishlab chiqaruvchiga mazkur tovar narxini pasaytirish imkonini beradi. Narx vositasida raqobatlashish usullaridan biri demping narxlarini qo'llashdir. Bunda milliy ishlab chiqaruvchilar o'zlarining tovarlarini boshqa mamlakatlarga ichki bozordagi narxlardan, ayrim hollarda tan narxidan ham past bo'lgan narxlarda sotadi. Shu orqali ular ichki bozorda narxlarning barqarorligiga erishish,
mamlakatdagi ortiqcha mahsulotni yo'qotish, yangi bozorlarga kirib olish va unda o'zlarining iqtisodiy mavqeini mustahkamlashga harakat qiladi. Ayrim hollarda narx yordamida raqobatlashishning belgilangan narxlardan chegirma qilish, asosiy xarid qilingan tovarlarga boshqa tovarlarni qo'shib berish, muayyan hollarda imtiyozli narxlarni belgilash kabi usullardan ham foydalaniladi. Hozirgi davrda bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda narx yordamida raqobat qilish o'z o'rniga ega emas. Chunki ishlab chiqaruvchilardan birini o'z mahsulotining narxini pasaytirishi uning raqobatchilarining ham shunday harakat qilishiga olib keladi. Natijada firmalarning bozordagi mavqei o'zgarmay, faqat tarmoq bo'yicha foyda hajmini kamaytiradi. Narxsiz raqobat shu bilan tavsiflanadiki, bunda raqobat kurashining asosiy omili tovarlarning narxi emas, balki uning sifati, servis xizmat ko'rsatishi, ishlab chiqaruvchi firmaning obro'-e'tibori hisoblanadi. Narxsiz raqobat bilan bir vaqtda yashirin narx yordamidagi raqobat ham bo'lishi mumkin. Bunday holatda yangi tovarlar sifatining oshishi va iste'mol xususiyatlarining yaxshilanishi ular narxlarining oshishiga qaraganda tez ro'y beradi. Hozirgi davrda bir turdagi mahsulotlarning ko'payishi ularning sotishini rag'batlantiruvchi reklama, tovar belgilari va fabrika muhrlaridan foydalanishni keltirib chiqarmoqda. Iste'mol bozorlarida qo'shimcha xizmat ko'rsatish orqali xaridorlardan o'ziga jalb qilish keng tarqalmoqda. Narxsiz raqobatning tovar sifatini tabaqalashtirish kabi usuli ham mavjudki, bunda tovarlar bir xildagi ehtiyojni qondirishi va bir turga mansub bo'lishi, lekin turli iste'mol xossalariga ega bo'lishi kerak. Tovarlar talabga nisbatan ortiqcha bo'lgan sharoitda ishlab chiqaruvchilar tovarlarni kreditga sotish usulidan foydalanib, raqiblaridan ustun kelishlari mumkin. Bunda dastlab tovar narxining faqat bir qismi to'lanadi. Uning qolgan qismi esa shartnomada kelishilgan aniq muddatlarda to'lanadi. Fan-texnika taraqqiyoti avj olgan hozirgi sharoitda texnika va texnologiyaning eng yuqori yutuqlarini ustidan nazorat qilish uchun kurash raqobatning asosiy usullaridan biriga aylanib bormoqda. Bundan tashqari, ishlab chiqaruvchi korxonalar xaridorlarni jalb qilish maqsadida uzoq muddat foydalanadigan iste'mol tovarlariga kafolatli va kafolatdan keyingi xizmat ko'rsatishni amalga oshirmoqdalar. Masalan, kompyuter ishlab chiqaruvchi firma o'z mahsulotlarini shunchaki sotish bilan cheklanmasdan, balki uni o'rnatib berish, korxona xodimlarini kompyuterdan foydalanishga o'rgatish, kafolatlangan muddatda va undan keyingi davrda ta'mir ishlarini bajarish, texnikaviy xizmat ko'rsatish kabilarni ham amalga oshiradi. Narxsiz raqobat usullari ichida marketing muhim ahamiyatga ega bo'lib, u mahsulot ishlab chiqarish va sotish jarayonini talabga moslashtiruvchi tadbirlar tizimidan iborat. Bozor iqtisodiyoti sharoitida talabni yaxshi o'rgangan va iste'molchilar ehtiyojlarini to'liq qondira oladigan korxonalar har doim raqobat kurashida yutib chiqadi. Yirik ishlab chiqaruvchilar bozordagi vaziyatni o'zgartirish uchun o'zlarining ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanishni kamaytirib, tovar taklifini qisqartiradi. Shu sababli iqtisodiy barqarorlik davrlarida ham narx barqarorligicha qolaveradi. Shunday qilib, monopoliyalar hukmron bo'lgan sharoitda narxsiz raqobat muhim o'rin tutadi. Buning sababi shundaki, birinchidan, monopoliyalar tovar sifatini oshirish, iste'molchilarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'li bilan sotiladigan tovar hajmini ko'paytirishi mumkin. Ikkinchidan, ular moliyaviy jihatdan kuchli bo'lganligi sababli mahsulotini yangilash, ishlab chiqarishni qayta jihozlash va reklamaga zarur bo'lgan mablag'ni sarflay oladilar. Raqobatning yuzaga kelishi va amal qilishi uchun ma'lum shart-sharoitlar mavjud bo'lishini taqozo qiladi. Bu shart-sharoitlar faqat bozor iqtisodiyoti munosabatlari qaror topgan muhitda yuzaga kelishi mumkin. Shunday ekan, bozor iqtisodiyotini yuzaga keltirish ayni vaqtda raqobatchilik muhitining shakllanishini bildiradi. O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish jarayonida bozor infratuzilmasini shakllantirish va rivojlantirish, raqobat muhitini yuzaga keltirish va uni rag'batlantirish zaruriyati tug'ildi. Ushbu masala 1996-yil 27 dekabrda qabul qilingan Tovarlar bozorlaridagi
monopolistik faoliyatni tiklash va raqobat to'g'risidagi yangi qonunda o'z aksini topdi. Ushbu qonun asosida ikkita maqsadni ko'zda tutadi. Birinchisi, mavjud va saqlanib qolayotgan monopol korxonalar tomonidan bozordagi hukmronlik mavqeini suiiste'mol qilishlariga yo'l qo'ymaslik va buning oldini olishni ko'zlovchi avvalgi qabul qilingan qonunlardan tubdan farq qiluvchi yangi monopoliyaga qarshi tartibni ishga solish. Ikkinchisi, yanada muhimrog'i, bu monopoliyadan chiqarish va sog'lom sof raqobat muhitini yaratishdir. Raqobat muhitining shakllanishiga xususiylashtirish jarayonida samarali ta'sir qilishi uchun bu tadbir katta korxonalarni raqobatga qodir alohida tizimlarga bo'lish orqali monopoliyadan chiqarish bilan qamrab olib borilishi kerak. Xususiy tadbirkorlik kichik va o'rta biznes raqobatni rivojlantirish omili. Tadbirkorlikning mavjudligi esa bozor rivojlanishining asosiy shart-sharoitlaridan biri hisoblanadi. Ayrim tarmoqlarda iqtisodiyotning monopollashuvi asossiz ravishda yuqori darajada saqlanib qolayotgan ishlab chiqarish hajmining o'sishiga, mahsulot sifati va raqobatbardoshligining ortishiga, narxlarning pasayishiga hamon to'sqinlik qilayotgani doimo hukumatning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Jumladan, sement, shifer, polietilen, yengil va yog' moy sanoati mahsulotlari va boshqa qator tovarlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish imkoniyati nisbatan cheklangan holda saqlanib qolayotgani respublikamizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan tanqid qilingani barchamizga ma'lum. Bu esa ana shu mahsulotlarga konjunktura talablari oshib ketgan paytda monopolist korxonalarga o'z mahsulotlarining narxini asossiz ravishda oshirish uchun qo'l kelmoqda. Iqtisodiyotda monopollashuv prinsiplarining kuchayib borishi raqobatni cheklaydi. Shu sababli raqobatchilik muhitini vujudga keltirishda davlat ham qatnashadi. Bu esa davlatning monopoliyaga qarshi raqobatni rivojlantirish siyosatida o'z aksini topadi. Har bir davlat o'z iqtisodiyotini rivojlantirishda aniq vaziyatni, iqtisodiyotning monopollashuv darajasi, uning miqyosi va xarakterli holati, bu siyosat erkin raqobat muhitini yangidan yaratish hamda uni saqlab qolish zarur bo'lganda qaytadan tiklash raqobat usullarini qaror toptirishga qaratiladi. To'qqizinchi mavzu: narx va uning shakllanish mexanizmi. Narxning iqtisodiy mazmuni. Narx bozorning muhim elementi, uning asosiy quroli hisoblanadi. Tovar va xizmatlarni ayirboshlash jarayonida yuzaga keladi. Narxning shakllanishida ishlab chiqaruvchi, iste'molchi, talab va taklif nisbati, turli mehnat sarflari ishtirok etadi. Lekin narxni bozor belgilaydi. Narx ishlab chiqaruvchilar uchun bozorda qanday yo'l tutish lozimligini ko'rsatib beradi. Shuning uchun ayrim iqtisodiy adabiyotlarda narxni barometr asbobiga ham qiyoslashadi. Iste'molchilar uchun esa narxni tovar va xizmatlarga bo'lgan talabini qondiradigan muhim bir bozor vositasi sifatida ham qarash mumkin. Shunday qilib, narxga umumiy tarzda quyidagicha ta'rif berish mumkin. Narx tovar va xizmatlar qiymatining puldagi ifodasidir. Bunda tovar va xizmatlarning ijtimoiy qiymati va ijtimoiy nafliligi muhim o'rin tutadi. Ma'lumki, qiymat ishlab chiqarish kategoriyasi bo'lib, tovar va xizmatlarga sarflangan mehnat asosida belgilanadi. Narx tovar va xizmatlar ishlab chiqarishda sarflar va ularning nafliligi jamiyat tomonidan tan olingandagina yuzaga chiqadi. Tovarning nafligi qancha yuqori bo'lsa, uning narxi ham shuncha yuqori turadi. Tovarlar va xizmatlar uchun qilingan ijtimoiy sarflarning o'sishi yoki sifat ko'rsatkichlarining o'sishi narxning oshishiga olib keladi. Narxning shakllanishida tovarni ishlab chiqarishdan tortib to uni iste'molga yetgunicha bo'lgan barcha mehnat sarflari ishtirok etadi. Narxning vazifalari va turlari. Bozor iqtisodiyoti sharoitida narx quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi. Birinchi,
muvozanatlikni ta'minlash vazifasi. Bunda narx bozorda talab va taklifning hajmi va tarkibiga ta'sir etish orqali ularni muvozanat holatiga keltiradi. Lekin narxni o'zgarishda talab va taklif muhim rol o'ynaydi. Bozorda ma'lum tovarga bo'lgan talab ortsa, shu tovarning narxi oshadi. Aksincha, shu tovarning taklifi ortsa, tovarning narxi pasayadi. Demak, narxning ushbu vazifasida talab va taklif qonunlari muhim ahamiyat kasb etadi. Narx ushbu vazifasi orqali bozor narxini ham keltirib chiqaradi. Bozor narxi bu muvozanatli narx hisoblanadi. Ushbu narx bozorda birinchidan tovarlarning sotilishini ta'minlaydi. Ikkinchidan, tovarlar taqchilligining yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaydi. Ikkinchi, qiymat va naflilikni o'lchash vazifasi. Ishlab chiqarish va uning natijalarini ma'lum ko'rsatkichlarda o'lchanadi. Masalan, gazlamani 1 metr kvadrat, oyoq kiyimini 1 juft deb, gazni 1 metr kub, paxtani kilogramm va tonnalarda, uy-joyni 1 metr kvadrat ko'rsatkichli o'lchov birliklarida o'lchanadi. Ularning hammasini jamlab umumiy ko'rsatkichda olib bo'lmaydi. Lekin ularning umumiy o'lchovini, ya'ni qiymatini pulda hisoblash mumkin. Tovar qiymatining puldagi ifodasi esa narx hisoblanadi. Shu sababli ham narx hisob-kitob va qiymat o'lchovi vazifasini bajaradi. 3. Tartibga solish vazifasi. Narxning o'zgarishi bozor holatini bildiradi. Bozor holati talab va taklif nisbatiga bog'liq. Bozorda talabning ortishi ishlab chiqaruvchilarga muayyan tovarni ishlab chiqarishni kengaytirish, aksi esa tovar ishlab chiqarishni qisqartirish zarurligini bildiradi. Demak, narx ishlab chiqaruvchilar faoliyatini bozordagi talabning hajmiga muvofiq u yoki bu tomonga o'zgartirish, ya'ni tartibga solish vazifasini bajaradi. Bozordagi narxga muvofiq iste'molchilarning talabi ham oshishi, narxlar past bo'lganda oshishi ham mumkin. Demak, narx iste'molchilar talabini ham tartibga soladi. Shu sababli ayrim iqtisodiy adabiyotlarda narxning ushbu vazifasini iqtisodiy tartiblovchi deb ham aytishadi. 4. Raqobat vositasi vazifasi. Narx muhim iqtisodiy dastak bo'lgani uchun firmalar o'rtasida samarali raqobat vositasi hisoblanadi. Odatda ishlab chiqaruvchilar o'z raqiblarini yengish uchun narxni pasaytirish usulidan foydalanishadi. Narxning ushbu vazifasi demping narx, dotatsiyalangan narx turlarini keltirib chiqaradi. 5. Ijtimoiy himoya vazifasi. Narx aholining kam daromad oluvchi ayrim qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish vazifasini ham bajaradi. Odatda aholining kam ta'minlangan qismiga oziq-ovqat mahsulotlarini iqtisodiy nochor aholi guruhlariga dorivor va tibbiy arzonlashtirilgan narxda sotiladi. Shunday qilib, narx bozor munosabatlarining muhim vositasi sifatida bir-biri bilan uzviy bog'langan bozor iqtisodiyotining samarali mehnat qilishini ta'minlaydigan muhim vazifalarni bajaradi. Narxning mazmunini to'laroq yoritishda va mohiyatini chuqurroq tushunib yetishda uning darajasiga ta'sir etuvchi omillar ham muhim ahamiyatni kasb etadi. Bular jumlasiga quyidagilar kiradi. Qiymat yoki ishlab chiqarish sarflari, tovarning naflilik darajasi, tovarga befarqlik, talab va taklif nisbati, raqobat kurashi, inflyatsiya darajasi, valyuta kurslarining doimiy o'zgarishi, soliqlar, davlatning iqtisodiy siyosati va hokazolar hisoblanadi. Narxning erkin va monopollashgan bozorda shakllanishi. Raqobat umumiqtisodiy kategoriya bo'lib, mamlakat ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlash uchun xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi iqtisodiy kurashni anglatadi.
U kishilik jamiyatini tubdan yaxshilash uchun, aniqrog'i, aholi turmush darajasini oshirish va farovonligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, tabiiy resurslar cheklangan sharoitda aholining cheksiz ehtiyojlarini muntazam ravishda qondirishda xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida raqobat kurashi yanada jiddiy tus oladi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida raqobat asosan narx vositasida amalga oshadi. Shuning uchun raqobat kurashining ikki usuli farqlanadi: narx vositasidagi raqobat va narxsiz raqobat. Narx vositasida raqobat bu ishlab chiqaruvchilarning o'z tovarlari narxini boshqa ishlab chiqaruvchilarning shunday tovarlar narxiga nisbatan pasaytirishi hisoblanadi. Narx vositasidagi raqobatlashish usullariga demping narxlarni keltirish mumkin. Bunda milliy ishlab chiqaruvchilar o'zlarining tovarlarini boshqa mamlakatlarga ichki bozordagi narxlardan, ayrim hollarda tan narxidan ham past bo'lgan narxlarda sotadi. Narxsiz raqobat bu raqobat kurashining asosiy omili tovarlarning narxi emas, balki uning sifati, servis xizmat ko'rsatishi, ishlab chiqaruvchi firmaning obro'-e'tibori hisoblanadi. Masalan, reklama vositalari. Narxsiz raqobat asosan monopoliyalar hukmron bo'lgan sharoitda muhim o'rin tutadi. Buning sababi shundaki, monopoliyalar tovar sifatini oshirish, iste'molchilarga qo'shimcha servis xizmatlar ko'rsatishni, reklamani yaxshilash yo'li bilan sotiladigan tovar hajmini oshiradi. Buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan barcha mamlakatlarda davlatning narx sohasidagi siyosati ko'p jihatdan narxlarni erkinlashtirish, milliy bozor narxlarini jahon bozori narxlariga yaqinlashtirishga qaratiladi. Narxlarni erkinlashtirish iqtisodiy islohotlarning eng asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, islohotlarning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari ko'p jihatdan shu muammoning hal etilishiga bog'liq bo'ladi. Narxlarni erkinlashtirish xomashyo bilan mahsulot ayrim turlarining narxlari, narx bilan aholi va korxonalar daromadlari o'rtasida mutanosiblikka erishishga qanday yondashilishi bilan farqlanadi. Shu yondashuvlarga asoslanib, narxlar quyidagi yo'llar bilan erkinlashtiriladi. A. Narxlarni birdaniga yoki yesankiratadigan tarzda qo'yib yuborish. B. Narxlarning o'sishini sun'iy ravishda to'xtatib qo'yish. C. Narxni davlat tomonidan boshqarish va nazorat qilishni ma'lum darajada saqlab qolish. O'zbekistonda iqtisodiyotni isloh qilishning o'ziga xos tamoyillari, mamlakatdagi vaziyat va aholining turmush darajasi hisobga olinib, narxlarni asta-sekinlik bilan va bosqichma-bosqich erkinlashtirish yo'li tanlab olindi. Shu yo'l bilan narxlarni erkinlashtirishning dastlabki bosqichida 1992-yilning boshida keng doiradagi ishlab chiqarish texnika vositasi bo'lgan mahsulotlar, ayrim turdagi xalq iste'moli mollari, bajarilgan ishlar va xizmatlarning erkin narxlari va tariflariga o'tildi. Aholini himoyalash maqsadida cheklangan doiradagi oziq-ovqat va sanoat tovarlari narxlarining chegarasi belgilab qo'yildi. Ayrim turdagi xizmatlarning eng yuqori tariflari joriy qilindi. Narxlarni erkinlashtirishning keyingi bosqichida 1993-yil kelishilgan ulgurji narxlarni davlat tomonidan tartibga solish to'xtatildi. Qat'iy belgilangan va davlat tomonidan tartibga solib turiladigan narxlarda sotiladigan tovarlar va ko'rsatiladigan xizmatlarning soni ancha qisqardi. Narxlarni erkinlashtirishning navbatdagi bosqichida 1994-yil oktyabr-noyabr xalq iste'mol mollari asosiy turlarining narxlari erkin qo'yib yuborildi. Transport va kommunal xizmatlarning tariflari oshirildi. Shunday qilib, respublikada iqtisodiyotni isloh qilishning birinchi bosqichi narxlarni bosqichma-bosqich 3 bosqichda to'liq erkinlashtirish bilan tugadi. Narxlarni erkinlashtirish aholini ishonchli iqtisodiy va ijtimoiy himoyalash tadbirlari bilan birga olib borildi. Davlat tomonidan turli kompensatsiyalar maqsadidagi
jamg'armalar tuzildi. Ish haqi, pensiya va stipendiyalarning eng kam miqdori muntazam suratda oshirib borildi. Bolalar uchun nafaqalar joriy etildi. Aholining muhtoj qismiga yordam ko'rsatildi. Imtiyozli soliq stavkalari joriy etildi. 10-bob. Bozor iqtisodiyotining tartiblanishi. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida inson zotining barcha jamiyat a'zolarining faoliyati va hayot kechirishi iqtisodiyot bilan bevosita bog'liq. Beshikdagi yosh go'dakdan tortib to keksalargacha barcha jamiyat a'zolari noz-ne'matlarning iste'molchisi sifatida, mehnatga layoqatli kishilar esa uning yaratuvchisi sifatida iqtisodiy hodisa va jarayonlarning faol ishtirokchilari hisoblanadilar. Barcha jamiyat a'zolari tub manfaatlari o'zaro kesishgan iqtisodiy hodisa va jarayonlar muayyan mexanizmlar vositasida tartiblanishi va shu orqali tomonlar ishlab chiqaruvchi va iste'molchi, xaridor va sotuvchi, ish beruvchi va yollanma ishchi, mehnatga layoqatli va mehnatga layoqatsiz kishilar va boshqalar manfaatlarining uyg'unlashuviga erishish lozim bo'ladi. Kishilik jamiyati tomonidan hozirga qadar yuqorida zikr etilgan muammoni hal etishning ikkita qudratli mexanizmlari yaratilgan. Birinchi, iqtisodiyotni tartiblashning bozor mexanizmi. Ikkinchi, iqtisodiyotni tartiblashning davlat mexanizmi. Iqtisodiyotni tartiblash masalalari nafaqat iqtisodiyotni yuksaltirish, balki ijtimoiy taraqqiyotga erishish nuqtai nazaridan ham o'ta muhim hisoblanadi. Shu sababli iqtisodiyotni tartiblash muammolari doimo iqtisodchi, olimlarning, qolaversa, davlat rahnamolarining va butun jamiyat a'zolarining diqqatini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Iqtisodchilar e'tiborini tortgan hamda ko'p bahs va tortishuvlarga sabab bo'lgan asosiy masalalardan biri iqtisodiyotni tartiblash mexanizmlaridan qaysi biri samarali ekanligi to'g'risidagi ilmiy qarashlardan iborat. Bu xususdagi barcha ilmiy qarashlarni 3 ga bo'lish mumkin. Iqtisodiyotni faqat bozor mexanizmini yordamida tartiblash, Adam Smithning tinch qo'yish nazariyasi. Iqtisodiyotni faqat davlat tomonidan boshqarish, rejali iqtisodiyot nazariyasi. Iqtisodiyotni tartiblashda bozor mexanizmi davlat mexanizmidan birgalikda o'zaro bog'liqlikda foydalanish. Keyneschilar, neoklassiklar, monetaristlar, neokeyneschilarning iqtisodiyotni tartiblashda davlatning muayyan darajada ishtirok etish nazariyasi. Bu yondashuvlardan har birining mohiyatiga batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Bozor iqtisodiyotini tartibga solish va boshqarishda, uni jamiyat manfaatlari yo'lida xizmat qilishini ta'minlashda bozor mexanizmi muhim o'rin tutadi. Iqtisodiyot nazariyasi tarixida bozor iqtisodiyotini tartibga solishda bozorning ko'zga ko'rinmas yo'li hamda davlatning iqtisodiyotdagi roli masalalari Adam Smith tomonidan atroflicha ko'rib chiqilgan. Uning xalqaro boyligining tabiati va sabablarini tadqiq qilish haqida 1776-yil nomli kitobida bozor usullari orqali iqtisodiyotning o'zini o'zi tartibga solishning zarurligi ta'kidlab o'tilgan. Adam Smithning fikricha, xususiy ishlab chiqaruvchilar va tovar bozori davlat nazoratidan to'liq ozod bo'lishi zarur. Ana shundagina iste'molchilar manfaatlari va talabiga mos ravishda tovar ishlab chiqarishni tashkil qilish imkoni mavjud bo'ladi. Iqtisodiyotni davlat aralashuvisiz bozor vositasida tartibga solish tovar ishlab chiqaruvchilarni butun jamiyat manfaatlari yo'lida harakat qilishga majbur qiladi. Adam Smith iqtisodiyotni tinch qo'yish g'oyasini ilgari surar ekan, davlatning iqtisodiyot jarayonlarga har qanday aralashuvi oxir oqibatda faqat vaziyatni yomonlashtiradi.
iqtisodiyotning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi deb hisoblaydi. U bozor tizimining o'z-o'zini tartiblashga qodir ekanligini isbotlab berishga harakat qiladi. Uning ilmiy qarashlariga muvofiq davlat iqtisodiyotda kechki qorovul vazifasini bajarishi, ya'ni u iqtisodiyotni qo'riqlashi, lekin unga qo'lini tekkizmasligi lozim. Darhaqiqat, erkin raqobat sharoitida bozor mexanizmi, raqobat, narx, talab va taklif iqtisodiyotni tartiblashni bemalol uddalaydi. Shu sababli Adam Smithning davlat faol iqtisodiy siyosatining taraqqiyotga salbiy ta'siri to'g'risidagi ilmiy qarashlari muayyan tarixiy davr mobaynida hukmron g'oya sifatida amal qildi. Biroq uning mazkur nazariyasi 1929-1933 yillarda bozor munosabatlariga asoslangan, deyarli barcha mamlakatlarni qamrab olgan iqtisodiy inqiroz davrida o'zining zaif tomonlarini namoyon etdi va qattiq tanqidga uchradi. Iqtisodiy tanazzul va ommaviy ishsizlik davlatning iqtisodiy jarayonlarga aralashuvini kuchaytirish lozimligini ko'rsatdi. 20-asrning boshlariga kelib, inflyatsiya, ishsizlik, daromadlarning keskin tabaqalanishi, ish beruvchilar hamda yollanma ishchilar o'rtasidagi ziddiyatlarning keskinlashuvi, monopoliyalarning paydo bo'lishi, davriy tarzda takrorlanib turadigan iqtisodiy inqirozlar ijtimoiy ishlab chiqarishga katta salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. Ijtimoiy ishlab chiqishda yuzaga kelgan yangi vaziyatda yuqorida zikr etilgan negativ jarayonlarni bartaraf etishga bozor mexanizmi ojizlik qilayotganligi yaqqol ko'rina boshladi. Modomiki bozor mexanizmi ushbu negativ holatlarni bartaraf etishga qodir emas ekan, demak, vaziyatdan chiqishning yangi imkoniyatlarini izlab topish zarurati paydo bo'ladi. Iqtisodchilar bunday yangi imkoniyatlar faqat davlatga mujassamlashganligini, davlatning iqtisodiyotdagi rolini oshirish zarurligini nazariy jihatdan anglab yetdilar. Bozor iqtisodiyoti boshqa nomoddiy tizimlarga nisbatan katta ustunliklarga ega. U iqtisodiyotning bosh masalasini hal etishda boshqa iqtisodiy tizimlarga ko'ra ko'proq ijobiy natija berishga qodir. Lekin bozor iqtisodiyotining ham o'ziga xos muammo va kamchiliklari mavjud. Bu kamchiliklar quyidagilar: qayta tiklanmaydigan resurslarning saqlanishini ta'minlab bera olmaydi. Atrof muhitni muhofaza qilish kabi dolzarb muammoni yechishga qodir emas. Ijtimoiy ne'mat, jamoaviy iste'mol uchun zarur bo'lgan tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishni rag'batlantirish mexanizmlariga ega emas. Aholi turli qatlamlari o'rtasidagi moddiy tabaqalanishni kuchaytiradi. Fanda fundamental tadqiqotlarni rag'batlantirmaydi. Iqtisodiy beqarorlik va inqirozlarni keltirib chiqaradi va ularga qarshi kurasha olmaydi. Raqobat muhitini himoyalashni kafolatlamaydi va monopoliyalarni vujudga kelishiga imkoniyat yaratadi. Aholi to'la bandligini ta'minlab bera olmaydi. Ishsizlikning yuzaga kelishi va kuchayishiga sabab bo'ladi. Ishsizlarni va boshqa toifadagi iqtisodiy nochor aholi qatlamlarini ijtimoiy himoyalashga qodir emas. Hozirgi davrda davlat tomonidan tartibga solishning muhim maqsadi sifatida nafaqat siklga qarshi kurash va aholining ish bilan bandligini ta'minlash, balki iqtisodiy o'sishning yuqori darajasiga erishish va yaxlit takror ishlab chiqarish jarayonini rag'batlantirish mumkinligi tan olindi. Ayniqsa, iqtisodiyotni boshqarishning pul nazariyasi, inflyatsiya bilan kurash muammolari 1976-yilgi Nobel mukofoti sovrindori amerikalik Milton Friedman boshliq Chicago maktabi olimlari tomonidan rivojlantirildi. Davlatning iqtisodiyotdagi rolini oshirish masalasi dastlab John Maynard Keynesning ish bilan bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi 1936-yil nomli kitobida o'z aksini topdi. Bu kitobda muallif davlat fiskal va kreditni tartibga solish vositalaridan foydalanib, jamiyatning yalpi talabini rag'batlantirishini va aholining ish bilan bandligini ta'minlash zarurligini nazariy jihatdan asoslab berdi.
Urushdan keyingi davrda 20-asrning 70-yillarigacha Keynes nazariyasidagi ko'rsatmalardan u yoki bu darajada bozor iqtisodiyoti amalda ustun bo'lgach, barcha mamlakatlarda foydalanildi. Shu bilan birga, jahon amaliyotida davlatning iqtisodiyotdagi rolining yanada ko'proq oshib borishi ro'y berdi. O'tgan asrning 70-yillarida davlatning bozor iqtisodiyotidagi rolini baholashda Keynesda yondashuv Adam Smithning izdoshlari, neoklassik ta'limot namoyandalari tomonidan tanqidga uchradi. Ularning fikricha, davlat jamiyatdagi daromadlarni oqilona taqsimlash va allokatsion, ya'ni iqtisodiyotdagi resurslarni samaraliroq joylashtirish maqsadidagi vazifalarni bajarishda muhim rol o'ynaydi. Neoklassik yo'nalish tarafdorlari kapitalning erkin oqib turishi, to'siqlarni bartaraf etish uchun ham davlatning tartiblash mexanizmi zarurligini ta'kidlaydilar. Lekin neoklassiklar iqtisodiyotni tartiblashdagi ayrim kamchilik va nuqsonlar davlatga ham xos ekanligini e'tirof etadilar. Ularning fikriga muvofiq, bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat ham xuddi bozor singari ayrim masalalarni hal qilishga ojizlik qiladi. Masalan, ijtimoiy tanlov nazariyasiga binoan davlat organlari hamma vaqt ham nuqtai nazaridan samarali bo'lgan oqilona qarorlar qabul qilavermaydilar. Neoklassiklar bozor mexanizmi davlatning ishtirokisiz iqtisodiyotda umumiy muvozanatni o'rnatishga qodir. Davlatning roli esa puxta o'ylangan pul kredit siyosati olib borish orqali iqtisodiyotning rivojlanishiga bilvosita ta'sir ko'rsatishdan iborat bo'lmog'i kerak. Davlatning iqtisodiyotni tartiblashdagi roli masalalariga institutsionalizm konsepsiyasi namoyandalari ham katta hissa qo'shdilar. Ular bozorni o'z-o'zini avtomatik tarzda tartiblash nazariyasini qattiq tanqid ostiga olib, davlatning iqtisodiyotni tartiblashda faol ishtirok etish g'oyasini qo'llab-quvvatladilar. Yuqorida zikr etilgan, lekin bozor iqtisodiyoti o'zidagi mavjud mexanizmlar vositasida yechishga qodir bo'lmagan, ammo yechilishi lozim bo'lgan bu o'tkir ijtimoiy hamda iqtisodiy muammolarni kimdir hal qilishi, bozorning kamchiliklarini bartaraf etmog'i lozim. Bozor tizimi hukmronlik qiladigan jamiyatda bunday mas'uliyatli vazifani o'z zimmasiga oladigan yagona kuch bu davlat. Bozor iqtisodiyoti sharoitida faqat davlat uning butun qonunchiligi, iqtisodiy va sotsial siyosati, kuch-qudrati, imkoniyati, mavjud muammolarni, xalq manfaatlarini ko'zlab hal etish, bozorni tartibga solish, uning oqilona boshqarilishini ta'minlay oladi. Davlatning bozor iqtisodiyotiga aralashuvi va uni tartibga solishdagi roli asosan quyidagilarda namoyon bo'ladi va zaruriyat hisoblanadi. Mamlakat xavfsizligini ta'minlash, mudofaa, ekologiya, fundamental fan va boshqa muammolarni bartaraf etish davlat tomonidan mablag' bilan ta'minlanadi. Bu sohadagi jarayonlar davlat tomonidan boshqariladi. Moddiy boyliklarga va daromadlarning qayta taqsimlanish yo'li bilan aholini ijtimoiy himoyalash. Davlat sektori orqali iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatish. Vaqti bilan iqtisodiyotning samarali amal qilishiga qaratilgan islohotlar o'tkazish. Iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish va tartibga solish. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlashni istaganlarning barchasini ish bilan ta'minlash va mehnat qilish huquqini to'la kafolatlab bo'lmaydi. Shu sababli davlatning bu o'tkir muammoni hal etishga aralashuvi turli usul va vositalar yordamida ishsizlikni pasaytirish choralarini ko'rishi talab qilinadi. Bozor iqtisodiyoti monopoliya, inflyatsiya, umumiy iqtisodiy faoliyat unumdorligining pasayishi kabilarga qarshi kurashish qobiliyatiga ega emas. Bozor o'z-o'zini tartibga solish mexanizmlari yordamida bularning oldini ola olmaydi. Bunday sharoitda ham
davlat tashabbusi va uning bozorni tartibga solish imkoniyatlaridan foydalanish zarur hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlaganlardan shu narsa kelib chiqadiki, jamiyatdagi muvozanatni ta'minlash uchun bozor iqtisodiyotini tartibga solish zarur va davlat o'z faoliyati bilan bozor faoliyatini to'ldirib boradi. Uning kamchiliklarini bartaraf etib, samarali amal qilishiga ko'maklashadi. Bu borada rivojlangan mamlakatlar tajribalari yaqqol misol bo'la oladi. Sof bozor iqtisodiyoti deyarli yo'q, u allaqachon aralash iqtisodiyotga aylangan. Davlat har qanday iqtisodiy tizimda iqtisodiyotning ajralmas subyekti, uning ishtirokchisi sifatida amal qiladi. Feodalizm davrida ham davlat yerga egalik qilish va undan foydalanish masalalarini nazorat qilgan. Feodal va dehqonlarning davlat oldidagi majburiyatlarini belgilagan. Hattoki Adam Smithning bozor usullari orqali iqtisodiyotni o'z-o'zini tartiblash to'g'risidagi nazariyasida ham davlatning iqtisodiyotdagi ishtiroki tamoman man etilgan emas. Davlat iqtisodiyotning faol ishtirokchisi sifatida emas, balki qonunlar ishlab chiqarish va ularning amal qilishini ta'minlash orqali umumiy iqtisodiy muvozanatni saqlash vositasi sifatida amal qilishi nazarda tutilgan. An'anaviy iqtisodiyotda davlat muhim iqtisodiy vazifalarni bajaradi. Uni iqtisodiyotdagi roli ortib boradi. Bu jarayonlar birinchi navbatda bozor tizimining rivojlanishi natijasida tobora tezlashadi. Ijtimoiy ishlab chiqarishni tartiblashda faqat bozor usullaridan foydalanish g'oyasining tanazzulga uchrashi zaminida iqtisodiyotni tartiblashda davlatning rolini faollashtirishdan tortib, uni chuqur mutlaqlashtirishgacha ilmiy qarashlar paydo bo'ldi. Ma'muriy buyruqbozlik usullariga asoslangan rejali iqtisodiyotda davlat iqtisodiyotni tartiblashni butunlay o'z qo'liga oladi. Yakka hokimlikka asoslangan rejali iqtisodiyot asosan davlatning ma'muriy vositalari va buyruqlari orqali bir markazdan turib tartibga solinadi va boshqariladi. Ammo bunday boshqarish, tartibga solish iqtisodiy subyektlar erkinliklarini, faolligini va tashabbuskorligini cheklaydi. Buning natijasida yangilikka intilish, izlanish kabi harakatlar bo'lmaydi. Iqtisodiyot ma'lum tor doirada, buyruqlar ta'siri ostida rivojlanadi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartiblanishning asosiy maqsadi mamlakatning iqtisodiy salohiyati va resurslaridan samarali foydalanish asosida ijtimoiy ishlab chiqarishning barqaror o'sishini ta'minlash, milliy iqtisodiyot ravnaqi uchun imkoniyatlar yaratish, shuningdek, aholining turli tabaqalari o'rtasida ijtimoiy muvozanatga erishishdan iboratdir. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishda bozor mexanizmining samarali ishlashi uchun shart-sharoit yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda davlat raqobatni rag'batlantirish orqali bozor tizimining samarali amal qilinishini ta'minlash vazifasini o'z zimmasiga oladi. Bozor o'z-o'zini tartiblash orqali iqtisodiy muvozanatni barqaror saqlashga qodir emasligi amalda bu muhim vazifani bajarishda davlat mexanizmlaridan foydalanish zaruratini tug'diradi. Bunda davlat quyidagi vazifalarni bajaradi. Iqtisodiyot subyektlarining faoliyat olib borish qoidalarini belgilaydi. Aholini bozor sharoitlari to'g'risida ishonchli axborotlar bilan ta'minlaydi. Barqaror iqtisodiy muhitni ta'minlaydi. Iqtisodiyot subyektlari o'rtasidagi munozara, bahs, ziddiyatlarni hal qilishda ko'maklashadi. Raqobat muhitini saqlash maqsadida monopoliyaga qarshi kurashadi. Aholini bozorning salbiy, zararli oqibatlaridan himoya qiladi. Infratuzilmalarni shakllantiradi va ularning rivojlanishini ta'minlaydi. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashadi. Monetar siyosat vositasida kuchli inflyatsiyaning oldini oladi. Iqtisodiyot ko'pchilik subyektlarning o'zaro bog'langan faoliyati natijasidir. Ishlab chiqarishning ijtimoiylashuvi muqarrar bo'lganligidan makroiqtisodiy miqyosdagi aloqa
va bog'lanishlarni uyushtirishni davlat o'z qo'liga oladi. Tadbirkorlik xatari bor ekan, ular davlatning yordamiga muhtoj bo'ladilar. Davlat tadbirkorlik erkinligini, bozor qoidalariga amal qilishni nazorat ostiga oladi. U iqtisodiyotni tartibga solishda faol qatnashadi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartiblash deganda, davlatning o'z chora-tadbirlari, o'zining iqtisodiy siyosati orqali barqaror ishlab chiqarishga ta'sir etishini tushuniladi. Davlat iqtisodiyotni tartiblar ekan, makroiqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish orqali ishlab chiqarishning barqarorlashuvi va o'sishini ta'minlaydi. Umum iqtisodiy muvozanatga erishish milliy iqtisodiyotning kelajagi uchun yo'l ochish, daromadlarni qayta taqsimlash vositasida ijtimoiy muvozanatga erishish kabilarni mo'ljallaydi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat bir tomondan mulk sohibi va tadbirkor sifatida, ikkinchi tomondan esa iste'molchi sifatida maydonga chiqadi. Tadbirkor sifatida tovar va xizmatlar ishlab chiqarib, bozorni to'ldiradi. Iste'molchi sifatida esa tovar va xizmatlarni sotib oladi va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish uchun sharoit yaratadi.